iltimos rasmimni o'chirib tashlang. Demak siz shu rasmimni o'chirib tashlang deb aytish uchun tarjimonlik ishini o'z zimmangizga oldingizmi? Ha. Bo'lmasa uchrashmagan bo'lardik. Unda nega intervyudan keyin darrov aytmadingiz? Aytmoqchi edim-u, lekin juda ham bandligingizni ko'rdim. Bir suratni o'chir deb aytish uchun ko'rishga kelasiz deb o'ylamagandim. Kechiring, lekin aynan o'sha rasmni deb keldim. O'zi nega so'ramay rasmini joylagandingiz? Yuzingiz ham yaxshi ko'rinmagan-ku. Siz o'sha yerda o'tirgandingiz, lekin muxbir ham qolganlar ham sizni tanimadi. Tanishlarim meni tanib qolyapti. Nechta odam bu yerga kelib, "Bu senmisan?" deb so'radi. Savol javobga qolib ketdim. Hoziroq oldimda rasmni o'chirib tashlang.